Assalomu alaykum hurmatli treyderlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan IFC Candle ya'ni Smart Money bo'yicha IFC Candle'ni ko'rib chiqamiz. IFC Candle o'zi nima? IFC Candle bu inducement hamda swing high, swing low ya'ni swing strukturani high va low'ida shakllanadigan narsa. Avvalo IFC bo'lishidan oldin narx sweep qilish kerak. Ya'ni o'zidan oldingi narxda. Xo'p, bo'lmasa ko'rib chiqamiz va qanaqa entry qilish kerak, ya'ni bozordan qanaqa ishlatish kerak, bularni barchasini tushuntiraman. Bugungi birinchi video, ya'ni hozirgi video teoriya video bo'ladi. Praktik videosi ham chiqadi. Обязательно chiqaramiz inshaalloh. Bozordan qanaqa foydalanish kerak va qanday holatlarda kelishini alohida video qilamiz, ya'ni video cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'p, bo'lmasa birinchi o'rinda inducementda kelishini ko'ramiz. Avvalo ikki xil yo'nalishda keladi. Ko'p holatlarda inducement va swing high va swing low'larda. Xo'p, bo'lmasa ko'rib turibsizlarki, bu yoqda bizada buy trendimiz shakllangan va bizada inducement low'i, mana narx inducement yasagan o'ziga, inducement yasagan, mana inducement yasaldi va yasalgan inducementni ko'rib turganinglardek low'i, inducement low'i tasdiqlangan low'i, ya'ni shpilka bilan shakllangan. Ya'ni bu o'zidan oldingi eski narx. Ya'ni shu narxga yangi inducementni yechish uchun kelgan narx, ya'ni shpilka, ya'ni candle'lar faqatgina sweep bo'lib yopilishi kerak. Ya'ni sweep nima degani? Oldingi low'ga nisbatan keyingi yangi narx, ya'ni eski narxga nisbatan yangi narx tana bilan emas, balki shpilka bilan, ya'ni tayoqcha bilan o'tishi. Agar sweepni ham tushuntirib keta qolaman. Sweep nima? Ikkita shamma low'ini bir-biriga shpilka bilan teng bo'lishi, ya'ni equal bo'lishi yoki shpilka bilan o'tishi, tana bilan emas. Agar bu candle'imizning o'rnida, ya'ni bunday holatda bundoq bo'lib, bu candle'dan pastga mana bu tana bilan o'tganda sweep bo'lmardi. Yokida bu keyingi candle ham shpilka bilan o'tsa sweep bo'laveradi. Ya'ni qora shamdan yashil sham pastda shpilka bilan yopilsa, ya'ni buni qora sham low'idan shpilka bilan yopilsa ham sweep. Lekin tana bilan o'tib kelsa qora sham low'idan bu sweep bo'lmaydi. Qachon sweep bo'ladi? Ya'ni bu ikkinchi shamimiz shunaqa shakllanib qolishi mumkin. Ya'ni sweep degani mana o'zidan oldingi narxda yangi narx kelib shpilka bilan yechishi. Ya'ni agarda bu tana bilan o'tib ketganda, ya'ni bu yerda tana bilan o'tib ketganda bu bizada ya'ni nima bo'lmardi? Sweep bo'lmardi. Faqatgina shpilka bilan o'tsa sweep bo'ladi hamda o'zidan keyingi sham ham tana bilan o'tib ketsa bunda sweep bo'lmaydi. Ya'ni faqat candle shpilka bilan yopilgandan keyin ikkinchi sham ham, ya'ni undan teparoqda yopilsa bu ya'ni sweep bo'ladi. Agar o'zidan keyingi qora shamdan keyingi sham pastda bo'lganda, ya'ni tepada emas pastda bo'lganda, ya'ni tana bilan o'tib ketganda qora shammi low'dan bunda sweep bo'lmardi. Qachon sweep bo'lardi? Ya'ni mana bu yashil sham ham qora shammi tana ya'ni eng oxirgi low'dan shpilka bilan o'tib ketsa ham bunda ham sweep bo'laveradi. Xo'p, endi qaranglar. Ya'ni sweep tushunib oldinglar. Ya'ni sweep bu o'zidan oldingi narxni inducementdagi yasalgan oxirgi narxda shpilka bilan o'tishi. Endi qaranglar, bizada IFC candle ikki xil olinadi, ya'ni shpilka bilan va butun candle'ni o'zini poni olinadi. Hozirgi vaqtda ko'rib turganinglardek faqat shpilkasini olganman. Sababi agar narx, ya'ni candle'da holati shpilkadan ko'ra, ya'ni candle'da tanasi shpilkadan uzun kichkina bo'lsa shpilka olinadi. Ya'ni candle'da tanasiga nisbatan shpilka kattaroq bo'lsa shpilkani o'zini olasizlar. Agar ko'rib chiqamiz, ya'ni ikkinchi holatda ham bizga kerakli narsa, ya'ni shpilkasini olganimizdan keyin ikkinchi shamni ham holati qiziq. Agar ikkinchi sham bunga tez chiqib ketsa, ya'ni bu ishlagan bo'ladi. Ya'ni shu yerda entry qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda tez chiqmaydi-da. Bitta ko'taradi, ya'ni 2-3 sham ko'tarib va qaytib kelib shundan tez olib ketadi. Lekin order blokchalik kuchli emas. Order blok bundan kuchliroq bo'ladi. Ya'ni sizlarga qiladigan narsa ikkinchi shamga e'tiborli bo'lasizlar. Agar shpilka tiqib ketadigan bo'lsa, bu sham уже ishladi, entry berdi degani. Xo'p, aytib o'tganimdek, agar tanadan shpilka uzunroq bo'lsa, shpilkani olasizlar. Hozir bu yoqda inducement sweep qilindi, ya'ni tana bilan emas, balki shpilka bilan o'tgani uchun oldingi narx bu yerda sweep, ya'ni shpilkasini olyapmiz. Sababi bu yoqda tanadan ko'ra shpilka uzunroq.
Va bu yoqda nimaga shpilkani olyapmiz? Chunki o'zidan keyingi sham buni test qilmadi. Ya'ni teginmadi, hech qayerga tegmadi. Xo'p, endi AFC'ning ikkinchi holati, ya'ni shpilka bilan olish hamda o'zini butunlay olish. Qaranglar, bizada ikki xil holat bor, ya'ni AFC bo'lishi uchun butun shamni ham olishimiz ham mumkin. Qachonki shpilka ikki tarafi ham shpilka teng bo'lib qolsa, ya'ni candle'ni holati, ya'ni high ham low'dagi shpilka ham teng bo'lib qolsa, butunlay candle'ni o'zini olasizlar. Ya'ni aytib o'tganimdek, agar tanadan shpilka uzunroq bo'lsa, tanaga nisbatan shpilka katta bo'lsa, shpilkani o'zini olasizlar. Ya'ni instrument sweep qilib, ya'ni shunday yopilgandan keyin ikkinchi shamma holatiga qarab entry qilinadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsizlar, tana hamda shpilkani high va low bir xil shakllangan, ya'ni oddiy o'rtacha candle shakllangan, ya'ni shpilkani high ham uzun emas yoki low ham uzun emas, bir xil standart sham. Shuning uchun IFC candle o'zi olinadi. Bu yoqda esa shpilka kattaroq. Xo'p, endilikda swing high va swing low'da. Ya'ni swing high'da keladi или swing low'da keladi. Ya'ni bizada instrument yechilgan, bu yoqda boss va bu yoqda instrument yechilib, bizada o'sha swing low tasdiqlangan. Bizada eng oxirgi bu yoqdagi swing high'imiz bor. Swing high'imizni sweep qilyapti. Mana narx sweep qilyapti. Shpilka bilan o'tyapti. Qaranglar, bu o'z boshqa mavzu. Swing high'dan shpilka bilan o'tsa cho'k bo'lmaydi, ya'ni struktura sinmaydi. Tana bilan o'tish kerak uning uchun ham. Ya'ni ko'rib turibsizlar, bu yoqda tanadan shpilka katta, shuning uchun shpilkani o'zi olinyapti IFC candle qilib. Endi ikkinchisiga ko'radigan bo'lsak, ikkinchisida esa tana va shpilka, ya'ni standart candle shakllangan. Ya'ni high'dagi low'da ham shpilka standart, ya'ni tepa bilan past bir xil bo'lib qolgan. Shuning uchun bu yerda faqat candle'ni o'zini butunlay qilib olganmiz. Xo'p, ya'ni swing high'da kelishi bu, narx swing high'ga keladi va buni shpilkasiga test berib narx qulaydi. Yoki buni tanasiga yoki pastdagi shpilkasiga kelib qulaydi narx. Xo'p, endi qaranglar. Bu yoqda uchinchi holat, instrument yechilgan, boss bo'lgan va ya'ni narx tasdiqlangan, swing high'imiz bor tasdiqlangan swing high. Endi qaranglar, bu yoqda swing high sweep bo'lmayapti. Bu yoqda struktura sinyapti. Nimaga struktura sinyapti? Sababi bu yoqda cho'k model bor. Chunki swing high'dan ko'pchilik biladi, swing high'dan narx tana bilan o'tib ketsa struktura sinadi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa sweep holati kuzatilmayapti. Ya'ni bu yerda struktura sinyapti. Endi sweep indasmi deb qo'yaman. Bu ham xato. Sababi nimada? Instrument high'dan eski narxidan tana bilan yopilyapti, shpilka bilan emas. Agar shpilka bilan yopilganda bu sweep bo'lardi. Ya'ni hozirgi holat bu yerda tana bilan yopilyapti. Sweep bo'lish uchun esa narx shpilka bilan yopilishi kerak mana bunday holatlarda. Ya'ni swing high'da holati mana bu yerda swing high va sweep IFC'dan ketyapti narx, bu yoqda esa struktura sinyapti. Ya'ni struktura sinib, endi strukturamiz mana bundoq bu yoqdan davom etib, trendimiz buyga o'zgarib ketadi. Ya'ni bu yoqda hech qanday sweep yo'q. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, sweep qilyapti swing high'da va bu yoqda IFC shakllanyapti. Xo'p, qaranglar, agarda yana bitta narsa bor. Aytib o'tib ketdim. Bu narsani yana bitta takrorlab qo'yish kerak. Ya'ni gap orasida esingizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Agar IFC candle'dan, mana IFC candle turgan bo'lsa, ya'ni IFC deb qo'ygan joyimizdan ikkinchi sham bor-ku, masalan IFCdan keyin mana yana bitta sham ochildi-da, yashil sham. Agar IFC degan shamimizni high'dan, mana shpilkani qora shamdan o'tib ketsa, mana bunday o'tib ketsa, bu ham sweep bo'ladi-da. O'zi sweep, bunda ham hali ham narx sweep bo'lib turibdi, ya'ni shunday yopilsa sweep bo'lib turibdi degan ma'noni bildiradi. Agar tana bilan o'tib ketsa bo'ldi, bu sweep bo'lmaydi. Ya'ni IFC bo'lib qolmaydi, ya'ni bu yer sweep bo'lmaydi, bu tana bilan o'tgan bo'ladi. Agar shpilka bilan o'tsa, bu boshqa gap. Shuning uchun sizlar ya'ni o'zidan keyingi sham ham o'zidan oldingi shamni sweep qilmasligi uchun narx agar savdoga kiradigan bo'lsanglar, shundoq ko'tarib qo'yganinglar yaxshi, ya'ni 1-2 pips shundoq ko'tarib qo'yganinglar yaxshi. Maslahatim, ko'tarib qo'yinglar. Ya'ni stop losschi sal candle'ni high'dan ko'tarib qo'yganinglar ma'qul. Ya'ni o'zidan keyingi sham qora shamni sweep qilib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Shamni holatiga qaranglar. Tepada likvidностьlar yo'qmi?
pastda likvidnesslar ko'pmi? Likvidnesslarga ham e'tibor beringlar. Ya'ni IFC bo'lish uchun investment sweep bo'lishi kerak. Ya'ni tana bilan emas, balki shpilka bilan oldingi narx yechilishi kerak. Ya'ni sweep inducement, ya'ni sweep inducement. Xo'p, swing high bu yoqda ko'rib turganinglardek swing high ham sweep bo'ladi. Swing low ham sweep bo'ldi bu yoqda. Bu yoqda esa swing highdan faqat tana bilan o'tib ketgani uchun cho'k bo'ldi. Bu yoqda esa sweep emas, balki tana bilan o'tgani uchun bu yoqda inducementimizda просто takka tasdiqlandi swing low. Xo'p, bugungi mavzu shu edi, ya'ni IFC candle sweep, ya'ni narx IFC candle'ga test berib ketish, ya'ni ikkinchi sham ham test berib ketaveradi. Ya'ni o'zidan keyingi sham ham test berib pastga ketishi mumkin. Ya'ni single candle order blockga o'xshashib ketadi. Ya'ni salkam bir xil. Xo'p, buni farqi faqat tana bilan ham olishim, butun candle olinishi mumkin, lekin skopda faqat shpilka olinadi. Xo'p, ya'ni sweep bo'lgandan keyin inducement uni shpilkasini belgilaymiz va shpilkasidan narx qaytadi. Agar candle standart bo'lib qoladigan bo'lsa, high ham low, bu narsa bizada pony candle bilan olinadi va narx kelib urilib qaytadi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shu edi. Qandaydir savollar bo'lsa, Telegram kanalimizga yozsanglar bo'ladi yoki kommentariyga yozsanglar bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa buni bozordan qanday qilib ishlatish kerakligi haqida ham bitta praktika videosini chiqaramiz inshaalloh. Sizlardan faqat poddershka qilib, kommentariyaga qo'llab-quvvatlab yozib tursanglar va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib, u yoqdagi bepul analizlardan foydalanib tursanglar, xudo xolasa yana darslar chiqarishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'linglar va like bosishni unutmanglar.